Gap pulda qanchaligidami yoki qanday topilganligidami? Endi kim qaysi tomondan qarashiga bog'liq. Kimdir ko'p bo'lsa bo'ldi, qanaqa bo'lsa ham deydi. Kimdir yo'q. Alloh aytgan yo'li bilan bo'lsin deydi. Endi bu andozani har qanday hunar egasiga solishimiz mumkin. Ustalar shu o'zini eskisini eplab qo'ysa ham bo'ladigan holatda bittasi eplab qo'yadi eskisini, ikkinchisi nima deydi? Yangi olib kelasan deydi. Shuning uchun har bitta hunar egasi o'zini ishida Allohdan nima qilsin? Taqvo qilsin, omonatdor bo'lsin. Mana endi Musab ibn Umayr agar maishat hayotini, kengchilik hayotini tanlaganida yana shu hayotga qaytaradi. Lekin Allohning roziligini muqaddam qo'ydi. Shuning uchun butulat, qahramonlik haqda turishingda. O'zingni foydangga bo'lsa ham, zararingga bo'lsa ham haqda turishingda.